Qaysi spektaklni ko'rishni istaysiz? Qaysi janr sizga yaqin? Muqimiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik musiqali teatri tomoshabinlar fikrini o'rganmoqda. Keling, ularning javoblarini birgalikda tinglaymiz. Teatrimizga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Muqimiy teatriga nechinchi marotaba tashrif buyurishingiz? Tez tashrif buyurib turaman. Oxirgi marta Usmon Nosir spektakliga kelganman. Juda ham yoqqan. Ko'z yoshlar bilan tomosha qilganman, mazza qilib. Rahmat. Sizga qaysi jandagi spektakllar ko'proq yoqadi? Masalan, dramatik yoki komediya yoki zamonaviy spektakllar hamma janrdagi spektakllar yoqadi. Chunki bu yerda aktyor, aktrisalarimiz zo'r o'ynab berishadi. Kinodan ham yaxshi taassurot qoladi-da. Teatr baribir jonli-jonlida. Rahmat. Teatrimizga nechinchi marotaba tashrifingiz? Juda yoshligimdan kelaman, yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Bu yerda katta aktrisalar o'tgan, lekin shunaqa burungidaqa chiroyli spektakllar ko'rishni xohlayman. Aynan qaysi spektakllarni sevib tomosha qilasiz? Men yoshligimda birinchi marta hijronga kirganman. Naima Po'latova ijrosida bilan haligi hozirgi qoldash kishi o'ynagan. Shuni esimdan chiqarmayman. Ko'p kirganman, keyin haligi Jaydari kelinga kirgan, hozir esimda yo'q. Lekin shunaqa spektakllar bo'lishini ko'payishini xohlayman. Qaysi jandagi spektakllar sizga ko'proq dramatik komediya, drama, muzikali dramalarda. Bu yerda asosan muzikali dramalar qo'yiladi-yu. Shu burungidaqa Layla, Tohir va Zuhra shunaqa yaxshi Navro'z haligi ularni Gul va Navro'z shunaqalar bo'lishini xohlayman. Rahmat, e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling. Teatrimizga xush kelibsiz. Muqimiy teatriga nechinchi marotaba tashrifingiz? 4-5 marotaba kelganmiz. Aynan qaysi spektakllarni ko'rgansiz? Oilaviy kelganmiz. Samarqandamiz. Demak, mehmonsizlar viloyatdan. 2 yilda bir kelamiz. Shu spektakllar aynan otlari esimizda qolmagan. Bugun qaysi spektaklga keldingiz? Qaynona. Qaynona. Demak, adashmasam, komediya janri ko'proq sizga ma'qul. Yana qanaqa janrlar yoqadi? Komediyada. Tarixiy, dramatik asarlarimiz bor bizda. Tarixiy ham yaxshi. Muqimiyning aynan nimasi ko'proq yoqadi sizga? Sharoitlari ham yaxshi. Binolar chiroyli. Aktyorlarimiz ijrosi-chi? Ideal. Zo'r. Rahmat. E'tibor uchun rahmat. Unumli hordiq. Teatrimizga xush kelibsiz. Rahmat. Teatrimizga nechinchi marotaba tashrifingiz? Kamida bir 5 marta kelgan bo'lsam kerak. Bugun qaysi spektaklga tashrif buyurdingiz? Bugun Qaynona. Qaynona. Ozarbayjon spektakli endi o'ziga xos. Demak, komediya spektaklini ko'rishga jazb qilsiz. Menda komediya jihatdan shu. Sizga qaysi ko'proq janr ma'qulroq? Zamonaviy, milliy ruhdagi yoki bo'lmasam tarixiymi? Menga tarixiy. Tarixiy asarlar demak Tarixiy sizga. asarlar. Rahmat. Tashrif uchun rahmat. Unumli hordiq tilaymiz. Sog' bo'ling. Teatrimizga xush kelibsiz. Rahmat. Qisqacha savollarimiz bor. Xo'p. Teatrimizga nechinchi marotaba tashrifingiz? Sanab aytib bera olmayman, ko'p kelganmiz. Ko'p kelgansiz. Muqimiy Taxminan. teatrini sevamiz. Rahmat. Muqimiy teatri Otaxon teatri, biz uni yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Aynan qaysi spektakllarni ko'rgansiz? Arshin Malolon sevib qayta Jaydari kelin. Mana bugun Xudo xohlasa qaynonaga keldik. Qaynonaga keldingiz. Sizga ko'proq qaysi janrlar ma'qul? Endi biz do'stlar, dugonalar, hamkasblar bilan kelamiz. Asosan komediyani sevamiz, qadrlaymiz. Muqimiyning nimasi sizga ko'proq yoqadi? Jonli ijrosi. Boshqa yerda jonli ijro yo'q. Bugun aynan qaysi spektaklga keldingiz? Qaynona Qaynona. spektakliga Ko'rmagansiz oldin. bir marta keluvdim, yozga ko'ruvdim. Undan oldin hamma vaqt Toshkentga kelsam, asli viloyatdan. Doim shu teatrga kiraman. Demak, oldin ham kelgansiz. Ko'p kelaman. Sizga ko'proq qaysi janrdagi spektakllar yoqadi? Komediya yoqadi. Komediya. Asl xazina, kuyovni omonati, mana qaynona. Jaydari kelin. Jaydari kelin. Biz ko'pincha kelsak, albatta-ki, shu Muqimiy teatriga mehrimiz baland. Rahmat, demak mehmonsiz. Ataylab teatrimizga tashrif buyurdingiz. Ataylab kelamiz, har doim kelamiz. Yoqadi bizga. Mana o'zimiz nabiralarni olib kelamiz. Bu madaniy dam olish. Teatrimizdagi ijodkorlarimizni mahoratiga qanaqa baho berasiz? Juda ham yaxshi. Aynan nimasi sizga ko'proq yoqadi? Yoshi katta aktyor, aktrisalarni ular o'ynagan rollari yoqadi. Ularda tajriba ko'proq. Tajriba ko'proq. Muqimiyni aynan nimasi sizni ko'proq o'ziga tortadi? Endi bu ham nima-ku? Musiqali teatr. Musiqali teatr, ham komediya teatr, ham musiqa bor dam olasiz, ham jonli ijro.
kinoda emasda baribir teatr o'ziga tortadi. Rahmat sizga. Ko'proq tashrif buyurishingizni so'rab qolaman. Mehr uchun, e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Xo'p.